Hoy jetellar aholi, men zo'rasini topdim. Hoy hammasi men ixtiro qildim. Yo, hammasi topdim. Eureka, topdim hammasi. Ko'chada qanaqa baqir-chaqir bo'lyapti? Kim baqir-chaqir qilyapti? Qanaqadir jetelning ovozi kelyaptimi? Nima qilyapti ekan? Topdim, zo'r narsa ixtiro qildim. Endi men zo'r bo'lib ketaman. Hoy jetellar. Voy jetel, menga qara, baqir-chaqir qilma, nima bo'ldi? Men zo'r narsa ixtiro qildim. Qanaqa narsa? Yur uyimga ko'rsataman. Yur mayli, lekin yomon narsa bo'lsa qara-da, o'zingdan ko'r. Men sen janob merga aytib beraman. Yo, zo'r narsa keyortimdan. Keldim, mana hozir to'xtab tur. Shu narsami? Ha, ustiga kelib o'tirdi. Ustiga o'tirayin. Ha, o'tir. Hozir mana. Stop. Qayoqaman? Tushunmadim. Qishloq shahda tushib qoldim. Qanaqasiga bu? Portalmidi? Nima edi bu? Qanaqasiga men qishloqda turib bu tomonga tushib qolishim mumkin bitta o'tirib. Yo. G'alati. Yo, men tushunmayapman. Juda ham g'alati, lekin rostdan ham demak sehrgar ekan u jetel, yaramas. Uni men hozir borib janob merga aytib beraman. Yaramas, sehr bilan shug'ullanar ekan u, ablah. Agar rostdan ham sehrgar bo'lsa, mendan ko'radi. Uni qishloqdan badara qilamiz. Ketiga bitta tepamani haydab yuboraman. Yaramas. Nimaga bunaqa ishlar bilan shug'ullanib yuribdi? Qishloqda axir bunaqa narsalar bilan shug'ullanish mumkin emas. Hozir qayoqqa ketdi? Uyida edimi? Mana bu yerda turibdi shekilli. Yo'q, u jetel emasdi. Hozir qayoqqa ketdi ekan? Hozir janob merga aytayin avval. Yo, janob merga aytishimda unga o'ziga aytsamchi avval. Xo'y jetel, hali ana sakrab o'tibdi. Voy, menga qara. Voy, baqir-chaqir qilma, qara. Jetel janob merga aytmoqchiman ixtiroingni. Nimaga aytasan? Zo'r ixtiro-ku, o'shani aytishim kerak. Bo'pti, aytsang ayt, lekin qara, menga hech qanaqa bobo bo'lmasin. Zo'r narsalar qilsa bo'ladi bu bilan. Qanaqa narsa? Men ko'p joylarga borib kelsam bo'ladi. Unda zakaz qil, men sotuvga chiqardim. Olsang bo'ladi bemalol. Yo'q-e? Ha, bemalol olsang bo'ladi. Bo'ldi, endi men uyimga kirmanglar. Men yangi ixtirolar ustida ishlayman. Mayli, o'zing bilasan. Lekin rostdan ham sotib olsak bo'larmikan? Hozir mana bu bratani yoniga borib kelayinchi, narxini bilib kelay. Rostdan ham agar zakaz qilib bo'lsa, bilasizlarmi, men xohlagan vaqtimda xohlagan joyimga borsam bo'ladi portal bilan. Assalomu alaykum janob. Va alaykum, kejoqa. Haligi ana jetel bor edi-yu, qo'shnim, ya'ni kompyuterxonaning oldida yashaydigan. O'sha bitta ixtiro qilibdi, eshitdingizmi? Sotuvga qo'ygan, olasanmi? Sizda bormi? Albatta, bir donasi 1 stak dollar. Nima? Bir donasi 1 stak dollar? Shunaqa. Yo'q, qimmat ekan. Qanaqasiga bir donasini 1 stak dollardan sotishingiz mumkin? Qayerda hozir? Yashikning ichida. Oho, shuncha narsa. Rostdan ham 64 stak dollar pul ishlamoqchimisiz? Men millioner bo'lib ketaman. O'zi buni 50 dollardan sotib olganman. Ustiga 14 tagina dollar qo'shganman, xolos. Tushunarli. Mayli, unda men pul topib kelay, keyin kelaman. Janob merga borayinchi, qanaqadir ish buyursa, mana shu portaldan olishim kerak, chunki juda ham dahshat portal ekan. Bu portal bilan bilasizlarmi nima qilsa bo'ladi? Hozir bu yerdan turib shahtaga boradigan bo'lsam, endi qaytish uchun bitta portal qo'yish kerak. Lekin hozir faqat borish uchun portal qo'ygan jinni jetel. Qanaqa narsalar qilsa bo'ladi? O'rmonga bitta qo'ysam, borib bemalol daraxt olib kelsam bo'ladi. Xullas, juda ham ko'p narsa qilsa bo'ladi. Qo'shib tur jetel, iltimos qo'shib tur janob mer. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, nima baqir-chaqir bo'lyapti qishloqda? Bitta jetel o'zi qanaqadir ixtiro yaratibdi. Qanaqa ixtiro? Bilmadim. Yo'q, bilaman, qanaqasiga bilmadim deyapman. Xullas, portal yaratibdi. Portalga ko'ra, uyini ichida portal bor ekan, shunday o'tirdim, portalga shahtaga borib qoldim. Qanaqasiga bunday bo'lishi mumkin? Men ham hayronman, portal ekan u. Keyin aytdiki, sotuvga chiqardim dedi. Sotib olsang bo'ladi dedi. Xo'sh. O'shanda sotib olmoqchiman. Menga pul kerak. Qancha ekan? Bir donasi 1 stak dollar. O'zi bir donasidan qancha foydalansa bo'ladi? Bitta portal cheri qo'yaman, u qayergadir olib borib o'rnataman. O'sha bir marta foydalaniladi. Ya'ni bir marta borsa bo'ladimi? Yo'q, xohlaganingizcha o'sha joyga borsangiz bo'ladi. Zo'r ekan unda. Zo'r, o'shanga pul berib tursangiz degandim. Pulni prosta tak bera olmayman senga. Nimaga prosta tak bera olmaysiz? Nimadir evaziga bering bo'lmasa? Nima evaziga berishim mumkin? Senga qanaqadir ish buyuraymikan? Qanaqa ish buyurasiz? O'zi hamma ishni qilib bo'lganman, qishloqda ish qolmagan-ku. O'ylab ko'rish kerak. Yo'q, ish ko'p qilaman desa agar. Yo'q, bilmadim-da qilmasligimni lekin. Xo'sh, senga bitta dahshat ish buyuraman. Qanaqa dahshat ish? Bilasanmi, ana u zakaz olib kelib beradigan jetelda uyini yonidagi uyini ustida katta daraxt bor. Bilaman. O'sha daraxt ustida menga bitta uy qurib ber. Lekin u biroz qiyin. Qiyin bo'lsa ham iloji yo'q. Senga pul kerakmi? Kerak. Faqat unda 3 stak dollar berasiz.
Bo'ldi, kelishdik. Marhamat, olsang ol pulni. Avval olganda keyin borib sirazi qur. Bo'ldi, kagras o'zi portal qursam ishim osonlashadi janob mer. Tak hozir mana 3 tak oldim. Bo'pti, endi borib ishni ko'r. Ha, mayli. Birinchi bo'lib portal sotib olayin. Rostdan ham qiziqib ketyapman. Jo'qa portal olmoqchimisan? Ha, zo'r narsa ekan. Sizlarni sinab ko'rdinglarmi? Ha, o'zi ham shaxtadan yarim soat deganda qaytib keldim. Ha, rostdan ham juda ham uzoq joy. Mayli bo'pti. Tak hozir mana u daraxtni aytdi janob mer, adashmasam. Ya'ni mana shu zakaz olib beradigan qishloqning yonidagi uyning ustidagi katta daraxt. Buni ustiga qanday chiqaman, lekin biroz qiyin bo'lsa kerak ustiga chiqish. Mana shu yerdan barglarni olib tashlab, daraxtlarni olib tashlab bitta yo'l qilaman, zina qo'yib. Bratan, keldimi zakaz? Kelgan edi aytgancha. Короче, 3 ta olmoqchiman. Yo'q, birdaniga 3 tami? Albatta, mana $3 3 ta olaman. Mayli, ol 3 ta. Tak, bitta, 2 ta, 3 ta oldim. Bunisidan ham 3 ta olamanmi? Albatta, juft qilib sotiladi. Juda ham ajoyib ekan. Mayli unda janob, men ketdim. Bo'pti, ehtiyot bo'l. Nimaga ehtiyot bo'lay? Bu portaldan uzoq foydalansang, quloqing eshitmay qolishi mumkin. Qanaqasiga? Axir bu seni bir zumda boshqa joyga olib borib qo'yadi-ku. To'g'ri, bo'pti. Rahmat ehtiyotkorlikni aytib qo'yganingiz uchun. Rostdan ham to'g'ri aytyapti. Agar ko'p foydalanadigan bo'lsam, kar bo'lib qolishim mumkin. Kar bo'lib qolsam eshitmay qolaman. Eshitmay qolsam kar bo'lib qolaman. Kar bo'lib qolsam eshitmay qolaman. Ikkalasi bir narsa-ku. Nimaga buncha o'zimga o'zim tortishyapman? Hozir menga короче kerak bo'ladi. Kirka, topor, tamom, boshqa hech narsa kerak emas. Chunki uy qurishim uchun faqat mana shu narsalar kerak. Ya'ni janob merga o daraxt ustidan uy qurib beraman. Birinchi o'rinda men qiladigan narsa bilasizlarmi nima? Mana portaldan kiramanda u yoqqa bitta portal o'rnatib kelaman. Jetel portalingdan foydalansam bo'ladimi? Ha, bemalol, nima qilmoqchisan? Men ham 3 ta portal sotib oldim. Qanchaga sotib olding? $1 Men $50 bergandim-ku. $14 o'zini foydasini qo'shibdi-da ana u sotuvchi bratan. Ha, to'g'ri chiqibdi. Mayli, hozir nima qilmoqchisan portallarda? Bittasini mana o'rmonga boradi-yu bitta portaling seni. Xo'sh. O'sha qaytish uchun bitta portal qurmoqchiman. Juda ham zo'r o'ylabsan. Keyingilarni-chi? Bittasini o'rmonga borishga va qaytishga qilaman. Ya'ni bittasi bilan borib shaxtadan tosh olib kelaman, bittasidan daraxt olib kelaman. Juda ham zo'r o'ylabsan. Malades, zo'r g'oya. Sen yomon narsalarga foydalanmayapsan. To'g'ri. Bo'pti unda. Qarab. Bo'lmasa, qo'shimcha portalni ham seni uyingning yoniga o'rnatamiz. Ya'ni qaytganimda uyingga paydo bo'lib qolaman. Shunaqa. O'sha foydalanishni o'rganib olibsan-a? O'rganib oldim. Bo'pti, короче, hozir ustiga chiqib shift. Keldim, yetib. Ko'rasizmi? 1 sekund ham vaqt ketgani yo'q. Endi qaytish portalini mana bu yoqqa o'rnatamiz. Tak, mana chotki. Endi bu yoqqa kirib shift. Qaytib keldim. Jetel qaytib keldim. Zo'r bo'ldi. Ana shunaqa qilib foydalansak, butun qishlog'imiz foyda ko'radi. Rostdan ham juda ham ajoyib narsa ekan. Ha, bizga ham yoqdi. Ya'ni men ixtiro qilgandim. Ko'ryapsanmi, men bilimdon, dono va zukkoman. Gap yo'q. Senga bitta oltin medal beramiz. Faqat uni bankani qopqog'ida yasaymiz. Nimaga? Bizda oltin yo'q-ku. To'g'ri. Bo'pti, mayli, buni o'radi. Menga muhimi e'tibor. Shunaqa, malades. Bo'pti, men hozir ishlarimni qilib olay. Yaxshi, yetib keldim. U 1 minutga shaxtaga yetib kelibman. Ko'ryapsizlarmi, hech qanaqa qiyinchilik yo'q. O'sha portalni uyimga ko'chirib qo'ysam-chi? Uyimga ko'chirib qo'ysam, lekin hamma foydalana olmaydi. O'sha chetelni uyda tursa, bemalol hamma foydalanadi. Juda ham ajoyib ixtiro. Sizlarga mana shunaqa ixtiro yoqdimi yoki yo'qmi? Sizlar ham shunaqa ixtiro qila olasizlarmi yo'q? Qila olmasliklaring aniq. Qilishlaring ham mumkin agar harakat qilsanglar. Yoqdimi yo'qmi kommentariy yozib qoldiringlar. Sizlarning fikringizni doim o'qiyman, bilasizlar, chunki sizlarning fikringlar men uchun juda ham qiziq va muhim. Hozir men tezroq toshlanib olsam, o'sha janob mer aytgan ishni qilaman. Ya'ni kattakon o'zi ham juda ham bahaybat daraxt bor. O'sha daraxtning yonida uy qurib olaman. Ustidan, ya'ni to'g'ri, ustidan bilmadim, daraxt ustida uy qanaqa bo'ladi, qilib ko'rmaganman avval. 44 ta daraxt yetsa kerak, tak bosamiz. Yetib keldim. Men yetib keldim, Jetel. Juda ham zo'r. Endi o'rmonga olib boradiganda qayerga o'rnatasan? O'rmonga olib boradiganda ham seni uying ichiga o'rnatamiz. Faqat mana bu tomoniga o'rnatib qo'yaman. Ya'ni bu yerga bitta qo'yaman. Tak, endi o'rmonga borib kelishim kerak. Bo'pti, o'rmonga borib kelay. Lekin bitta bu yerga ham yana bitta o'rnatib ketsam, tak, mana bu yerga bitta o'rnatamiz. Bo'pti, короче, hozir o'rmonga borib kelaman. O'rmonga borganimdan so'ng esa qanaqasiga o'rnatib chiqayapman, o'zim ham hayronman. Mayli, hozir birinchi tezroq o'rmon qaysi tomonda daraxtlar juda ham yaxshi. Ya'ni mana shu tomonda shaxta ham bor, daraxtlar ham ko'p. Shu uchun mana shu tomonga borib o'rnatib kelaman va xohlagan kishi xohlagan vaqtda o'rmonga chiqib, daraxt xohlasa daraxt olib keladi, boshqa narsa xohlasa boshqa narsa olib keladi. Lekin bu juda ham qulaylik bo'ldi. Jeteldan bu uchun albatta oltin medalimiz bo'lganda oltin medal bilan taqdirlardik, lekin oltin medalimiz hozircha yo'q. Bunga o'rnatamiz va bitta bu yerga o'rnatamiz va buni hozir borib mana bunga o'rnatamiz. Ya'ni o'rnatamiz, tamom. Buni bunga bossam,
buzib qo'ydim. Obbo, yomon bo'ldi, buzib qo'ydim. Buni bu yerga o'rnataman. Buni esa tak qanaqasiga hozir nima qildim? Buni borib o'rmonga o'rnatib kelishim kerak. Obbo, juda ham rasvo bo'ldi. Mayli, yana bir bora qaytib borishimga to'g'ri kelyapti. Lekin to'g'risini aytsam, juda ham charchab ketdim. U yoqdan bu yoqqa. Lekin portalda o'rnatib olganimdan keyin xohlaganimcha yurmasdan faqat portaldan qatnaveraman. Mazza bo'ladi, lekin juda ham qiziq, sizlarga ham qiziq bo'lgan bo'lish kerak. Chunki bu narsa o'zi ko'ryapsizlarmi? Texnologiyada bu, вообще texnologiya. Tak bu yerga o'rnatamiz, tak o'tiramiz. Qaysiga edi bunga? Bo'ldi, все. Endi bunga o'tiramiz. Sho, men o'rmondaman. Qani, sho, men uydaman. Men ham o'tolmayapman men. O'tirish kerak ustiga. Qanday o'tiradi? Shiftni bossang o'tirasan. Baribir o'xshamayapti. O'xshata olmaysan, короче, men ketdim, bo'lib daraxt topib kelay. O juda ham takoy narsa. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham yengillik bu. Jetelga qo'yilma, lekin qanaqa bunaqa narsa ixtiro qilib qo'ygan, kallasi qanaqa bunga yetgan hayronman. O'shaning uchun aqlli bo'lish kerak. Fizikani, kimyoni, yana qanaqa texnologiya fanlarida o'qish kerak, asosan matematika kerak bo'ladi, informatika, shunaqa fanlarda yaxshilab o'qisalaring, sizlar ham shunaqangi ixtirochi olim bo'lib ketsanglar bo'ladi. Rostdan ham bunaqa ixtirolar bizga kerak bo'ladi. U yoqdan bu yoqqa tezkor borib kelishimiz uchun hozirda bizda eng tezkor yetkazib qo'yadigan narsa bu mashina, samolyot, borsa raketada. Bundan tezkor narsani o'zi yo'q. Lekin bilasizlarmi, bu yorug'lik tezligi bilan teng ishlaydigan narsa, ya'ni portal. Yorug'lik tezligi sekundiga 300 ming kilometr. Bilasizlar, buni nechinchi yil? 1776-yilda aka-uka kimlardir yaratganmidi? Xullas esimda yo'q. Agar fizikani yaxshi o'qigan bo'lsangiz, kommentariy yozib qoldiringlar. Men o'zim ham normal o'qiganman-ku, lekin esimga kelmayapti hozir. Lekin albatta 300 ming kilometrligi esimda turibdi. Xo'p, eslasam hali aytishim mumkin. Qalaysan Jitel? Sen buncha qatnayapsan, mazzam senga? Ha, mazza bo'pti, короче, men ketdim, ishlarim bor. Ya'ni daraxtni, lekin juda ham takoy narsa bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Yorvarayishin narsa. Nahotki qishlog'imizda shunaqa narsalar bo'ldi. Texnologiyalar ko'paydi. Endi qishlog'imiz rivojlanib ketadi. Hech kim bu qishlog'i bizni qishloqdagi qishloq bo'lmaydi endi. U yorib tashabbus bor-u, lekin janob merda tashabbus yo'q bu yerda hech qanaqa. Chunki janob mer nima qilyapti? Janob mer hech narsa qilib berayotgani yo'q. Bu uchun albatta yo'q, hazillashyapman. Janob mer tashabbus juda ham katta. O'sha jetelga janob mer sharoit yaratib bergan, ya'ni shunaqa ishlarni qilish uchun uyiga laboratoriya qurib bergan demoqchi edim-ku, lekin hech qanaqa laboratoriya yo'q-da uyida. Uyida qanaqadir sharoit qilib bersak juda ham, lekin dahshat texnologiyalar yaratar ekan. Men jetelga ishonishni boshladim. O'zi bilimi bor odamga ishonsa, dahshat narsalar qilib qo'yaveradi. Ishonish kerak faqatgina. Lekin bizda ishonch degan narsani o'zi ota-onalar bermaydi. Ishonchni ota-onalar berish kerak albatta. Xo'p, endi mana uni ustiga bir amallab chiqib olsam va mana chiqib oldim. Endi mana bu ochiq joyga o'taman va turaman. Chotki bo'ldi. Endi bu yerni ochib chiqish kerak. Menda tapor bor, yaxshi ham. Tapor bilan ochib chiqsam tezroq ochiladi va takoy mana. Endi bu yer shu holatda qoladi. Ustiga takoy qilib uy qurishni boshlayman. Uy qurish sizlarga qiziqmi yo'qmi? Keyingi qismda quraman.